Azizlar, biz Sihat klinikasidamiz Andijon shahrida va qandli diabetda davosi bor degan fikrimizni yana bir isboti. Bundan bir necha oy oldin operatsiya o'tkazgan buxorolik G'ijduvonli akamiz qayta ko'rikka keldi va operatsiyadan oldingi va hozirgi holat haqida birgalikda bilib olamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Zo'r, Xudoga shukr. Qandaysiz? Zo'r, juda zo'r. Ko'z tegmasi. Operatsiyadan oldin keling aytib bering, bizni ko'rayotganlarga necha yurardi qondagi qand miqdori, sahringiz? Meniki shu 22 bo'ladi, 22 bilan keldim. 22 bu juda ham baland hisoblanadi. Shuna. Yana qanaqa shikoyatlar bor edi? Qandli diabet bo'lgan. Oyog'im nima bilaydi, shu dag'illash boshlanadi. Harakatsizlik, keyin ko'p boshlanadi, ko'zlarim xiralashib qoldi. O'zim keyin qo'rqdim. Nimadan ko'rdim, shapaga ko'rdim-da, shu qara. Xo'p, tekshiruvdan o'tdingiz, operatsiyani o'tkazdik. Operatsiya jarayoni qanaqa o'tdi? Siz o'ylaganchalik ekanmi? Shu operatsiya bo'ldi, bugun yurdik, Xudoga shukr. Hech qayerda o'rgani yo'q, azobi yo'q, nertati yo'q, Allohga shukr. Qancha vazn yo'qotdingiz? Hozir 22 kilo. Atrofda vazn ketdi. Yoshlar ham yengil ham bo'lib qolibsiz. Bu qishdakkina yaxshi ko'z tegmasi. Mana hozir qondagi qand miqdorini boshqatdan birgalikda o'lchadik. Birinchi och qoringa o'lchadik. Keyin ovqatdan 2,5 soat o'tgandan keyin o'lchadik. Natijalar necha chiqyapti? 4,2 chiqdi, ovqatdan 4 chiqdi. Ko'z tegmasi zo'r. Bundan tashqari glikoziniy gemoglobini ham 5,5 chiqyapti. 3 oylik ko'rsatkich. Shuning uchun bemor qandli diabetdan butunlay xalos bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Zo'r, vaqtni ishqala yo'q, kelaveringlar. Agar sizlarda ham qandli diabet ikkinchi tipi bor bo'lsa, bizga murojaat eting. Agar bizni talablarga javob beradigan bo'lsanglar, operatsiya yordamida sizlarni ham qandli diabetdan xalos etishimiz mumkin. Bemalol kelavergan, man kafil. Unaqa narsa bo'lmaydi ham, zo'r bir umr qishdakkina yuraysiz. Ko'z tegmasin aka. Rahmat. Yaxshi o'tkazib oling. Rahmat.